Halima Xudoyberdiyeva 1947-yil 17-mayda Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani dehqon oilasida dunyoga keladi. U 2 yoshda onasidan ayrilib, xolasi Qarshigul Xonnazar qizi tarbiyasida qoladi. O'rta maktabni muvaffaqiyatli tamomlagach, Halima Xudoyberdiyeva Toshkent davlat universiteti, so'ngra esa Moskvadagi Maksim Gorkiy nomli oliy adabiyot kursida tahsil oladi. Saodat, Guliston jurnallarida, hozirgi Yangi asr avlodi, yozuvchi nashriyotlarda turli lavozimlarda faoliyat ko'rsatadi. Halima Xudoyberdiyevaning Ilk muhabbat nomli birinchi kitobi 1968-yilda bosilib chiqadi. Shundan so'ng shoiraning Oq olmalar, Chaman, Suyanch tog'larim, Bobo quyosh, Issiq qor, Sadoqat, Muqaddas ayol, Yuragimning og'riq nuqtalari, Tomarisning aytgani, Bu kunlarga yetganlar bor nomli she'riy to'plamlari, dostonlari va maqolalari nashr etiladi. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining mavzu va ma'no ko'lami keng, teran bo'lib, uning she'rlarida asosan ona vatan, ota-ona, ayol va bola mavzulari ustuvorlik qiladi. U nafaqat shoir, balki tarjimonlik sifatida ham faoliyat ko'rsatib, qardosh xalqlar shoirlarini tarjima qiladi. O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva 1990-yil Muqaddas ayol she'riy to'plami uchun davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. Shoira 2017-yil may oyida o'zbek san'ati va adabiyotini rivojlantirish, yosh avlodni milliy va umuminsoniy g'oyalar, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash ishiga katta hissa qo'shgani, ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati hamda tavalludining 70 yillik munosabati bilan El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanadi.